Rебятушки, sizlarga rus tilidan bazaviy kurs nimaligini-da, shu bazaviy kursga nimalar kirishini hozir sizlarga tushuntiraman. Qaranglar, darslarni rotlardan boshlayman, rotla, sonlarda. Endi yana eshitamiz, hamma padejlarni tushuntirib beraman. Hammasini. 6 ta padej bor-da rus tilida. O'zbekchaga kelishik deb tarjima qilinadi. Endi padej nima degan? Da? So'zni oxirida qo'shimchalar o'zgarish. Ustoz nimaga qo'shimchalar o'zgaraveradi? Qachon buni qo'llaymiz? Nimaga qo'llaymiz? Qachon kelyapti? Voydo deydi-da. Men bazaviy kursda hammasini tushuntiraman. Hammasini boshidan oxirigacha. Da? Keling misol keltiraman. Misol. Endi misolchi ustozmanda har bitta qoidadan so'ng misol keltiraman. Qaranglar. Misol rabota, da? Rabota nima degan? Ish degan. Молодцы. A harf bilan tugayapti. A harfi qo'shimcha degan yoki oddiy gapiring, ya'ni rебятушки. A harfini o'zgartirishimiz kerak. A harfi o'zgaradi. Yana 5 marta. Работа, da? O работе, для работы, на работе. Da, o'zgarishini ko'ryapsizlarmi? Shularni hammasini oxirdagi harflarda qo'shimchalar deydi. Tushuntirib beraman. Qachon, nega, qaysi paytlar qo'llanishini va darslarda har bitta mavzudan so'ng shu qo'llanishi bilan gap tuzasizlar, ishlaysizlar, rебятушки. Bu birligini aytdim. Endi ishlar, работа. Ishlar bo'lsa rus tilida работы bo'ladi. Bu ham i harfida, i. Ya'ni 5 marta o'zgaradi. Da, ishlar haqida-da. Orabo, tah. Zo'r tushuntiraman, rебятушки. Prikol qilib. Shularni tushuntirib ketaman bazaviy kursda hammasini. Nega buni qo'llanilyapti? Nimaga? Ishgacha, ishdan, ish haqida, ish uchun-da. Shular padej hisoblanadi-da. Hammasini tushuntiraman. Hammasini. Boshidan oxirigacha. Shuni bazaviy kurs deydi. Menga Telegramda savol bo'ldi. Dokumentatsiya qilyapman, xato qilyapman. Menga dokumentatsiyani o'rgating. Lekin ba'zan yo'q-ku, da? Ba'zi nima degan ustoz deyapti. Shu xato, aytayapti-da, har bitta harflar o'zgaraveryapti oxiridagi-da. Именно shu harflar o'zgarishini, da, nimaga o'zgarishini o'rgataman, rебята, hammasini. Plus padejlardan tashqari, da, fe'l, glagollar bo'ladi, harakat. Uxlayapman, da, uxlayapman, ishlayapman, ichyapman, ya'ni nima so'z ichyapman degan gaplar bor, hammasini o'rgatib qo'yaman, rебятушки-da. O'tgan zamonda, hozirgi zamonda, kelasi zamonda hammasi o'tiladi. Hammasi. Поняли? Chiroyli gapirishinglar uchun. И plus yana nimalar bo'ladi, da? Nimalar kiradi bazaviy kursga? Nimalarni o'rgataman deng. Matnlar beraman, tekstlar, azvuchkasi bilan eshtasizlar-da, gapirasizlar. Talaffuzinglar zo'r bo'ladi. Bu bilan ham ishlaymiz, rебята. Lug'at beraman, обязательно. Обязательно lug'at, so'zsiz qanday gapiramiz-da. Plus multik, kino, ashulalar, da, u как bonus bo'ladi. Uni ham beraman. Всё. Hammasini aytdim degan umiddaman-da. Bazaviy kursga nima kirishligini aytib berdim. Поняли? Rus tilida shu baza hisoblanadi. Endi bazaviy kurs tugatgandan so'ng yana savol. Men qanday gapiraman? Nimalarga erishaman degan savol. Da? Bazaviy, hammani maqsadi har xil bo'ladi. Kimgadir sertifikat kerak, da, patent uchun, o'qituvchilar ustama dedim, da, nadbavka ish uchun, ustamada olish uchun, hammada har gaplashish uchun yoki qo'rquvni yo'qotish uchun, hammada har xil maqsad. Lekin hamma shu maqsadiga erishadi. Agarda o'qisa, boshidan oxirigacha maza qilib o'qish kerak, rебят, aytganimni qilib o'qisa. Chunki qaranglar, bazani chiqarmasanglar, shu qo'shimchalarda, qo'shimchalar nimaga o'zgaryapti, qachon o'zgaryapti, shuni bilmasanglar, rебята, sertifikatga tayyorgarlik qilish befoyda. Avval bazani zo'r chiqarasizlar, mukammal chiqarasizlar, и потом sertifikat olasizlar. Lekin patent olyapti bolalarim, bolachalarim, bolachularim, я вас люблю. Ularga bazaviy kurs yetadi. Da, lekin ustama olish uchun, da, o'qituvchilar, sizlar lekin yana shug'ullanishinglar kerak bo'ladi.
sizlarga material kursdan so'ng kursni orasida ham material ma'lumotlar beraman yana. Plus еще audiolar ham bo'ladi. Faqat matn, ozvuchka emas, audio просто eshitasizlarda nima deyotgan tushunishinglar kerak-ku, da? Faqat men eshitmaysizlarda, eshitasizlarda audioni пересказ degan aytib berasizlar, tushunganinglar. Хорошо? Har bitta lug'atlar ozvuchkasi bilan, ozvuchka голосовой bilan beriladi. Da. Agar ozvuchkasi bo'lmasa o'zim beraman. Lug'atlarni hammasini o'zim bergan. Rебятушки zo'r bergan. Strikoza, tarakan deb shunaqa prikol qilib aytganman, rебят, чтобы sizlar zerikib qolmasliginglar uchun, motivatsiyalar yana ham zo'r bo'lishi uchun. Tushuntira oldimmi? Ba'zi kurs shu degan, rебята. Endi davay ozgina aqllilik qiling. Endi men o'qituvchiman, ozgina aqllilik qiling. Endi bu aqllilik qilish mumkin emas agar. Qaranglar, ba'zilarni mukammal chiqarasizlar. Потом sertifikat ham olurasizlar-da. Sizlarga oson bo'ladi. Любой sertifikat olish, gaplashishda o'zingizlarga ishonch paydo bo'ladi-da. Xato qilib gapirmaysizlar. Shu ba'zi kurs shu degan, rебят. Bazaviy kursdan so'ng aytganimdek hamma o'ziga kerakli bo'lgan natijalarni oladi. Men yordam beraman. Поняли? Давайте endi da darslar formatini tushuntiraman. Mayli endi, tushuntiraman sizlar uchun. Хорошо?